Uylanganingdan keyin ham meni aytganim bilan yurasan. Meni o'g'limsan, seni qiyinchilik bilan ulg'aytiryapman. Nima desam shu bo'ladi. Ona hech qachon topilmaydi. Seni menga yelkadosh bo'lasan deb ulg'aytiryapman. Deydigan onalar juda ham ko'p ekan. Mana shunday bujolar sababli ham ko'plab oilalar buzilib ketyapti. Bolalar esa yetim bo'lyapti. Lebla qayish yeb ko'rganmisiz? To'g'risi, xamir yorishni bilmayman. U chetini tortaman, bu chetini tortaman. Xullas, bir balo qilib amallab olaman-da. Sizlarda bu ovqat nomi nima deyiladi? Ko'pchilik gapirishimni negativ yozibdi. Uyda tojikcha gapirganim uchun o'zbekchaga sal qiynalib qolyapman. Biz Buxoroda asosan tojik tilida gaplashardik. Aylarchi qiymasini rangi qanaqa chiqibdi? Hidini sizlarga yetkaza olmayapman-da buni. Qayish yemoqchi bo'lsanglar, bizani uyga kelaverasizlar. Endi lobla qayishga marhamat qilinglar. Singalakchani intiq bo'lib kutishini qaranglar. Yurakcha qizartirishinglarga arziydimi?